bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Shuncha joydan intervyu berishga kelganingiz uchun katta rahmat. Tabiiy savollarga o'tamiz aka, sizga ham. O'zingizni tanishtirib bera olsangiz, qaysi yo'nalishda o'qiysiz, Xitoyga qachon kelgansiz? Ismim Farruh, Qoraqalpog'iston Respublikasidanman. Xitoyga 2023-yil 2+2 loyihasi asosida kelganman. Hozirda Sujo shahridagi Sujo universitetida magistraturada o'qiyman. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuncha joydan hurmat qilib intervyu berishga kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Demak, biz talabalarimiz uchun o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz, qaysi yo'nalishda o'qiysiz va Xitoyga qachon kelgansiz? Aslida olganda men textile engineering bo'yicha o'qiyman. 2023-yil 2+2 dasturi bo'yicha bu yerga kelganman. Hozirgi kunda dunyoning top kurslar bo'yicha topga kirgan Sujo universitetiga o'qishga kirganman. Magistr bo'yicha birinchi bosqich talabasiman. Sujo University of Technology universitetini bakalavr bosqichida tamomladim. Rahmat. Nimaga aynan 2+2 qo'shma dasturni tanladingiz? Sizni bu dasturning qaysi tomoni ko'proq qiziqtirdi? Xo'sh, bu yerda aytmoqchi bo'lsam juda ham ko'p sabablar bor. Birinchisi, o'zingiz bilasiz, Xitoy ishlab chiqarish va zamonaviy texnologiyalar bo'yicha deyarli birinchi o'rinda hozir dunyo bo'yicha va ayniqsa texnologiyalar, o'zini soha texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgani uchun bu yoqdagi laboratoriyalar va uskunalar va o'qituvchilar va manbalarni juda ham boyligi meni qiziqtirgan va shu hisobida bu yerga o'xshab Rahmat. Endi sizga hozir beradigan savollarim bizning Jizzax Politexnika institutidagi talabalar uchun juda ham qiziq va chunki keyingi yildan beri kelib o'qishni boshlashadi. Siz bilan talabalar hayoti va yashash haqida gaplashamiz. Xitoydagi talaba turmushi haqida gapirib bera olasizmi? Talabalar yotoqxonasi, kampus hayoti, shular haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Albatta, yotoqxona masalan hamma sharoitlar bor. Masalan, issiq suv, sovuq suv, yotoqxonalar issiq, masalan, hamma sharoiti bor. Ovqat qiladigan bo'lsa, masalan, o'zbek talabalarimiz aslida oshxonamiz bor. O'zimizdan ovqat qilib, uy ovqatlarini sog'inganimizda ovqat qilganmiz. Kampus hayoti bo'lsa, o'qish uchun hamma sharoitlar bor. Xonalar yaxshi, ochiq, har doim kelib dars qilib, o'zi ustida ishlasa bo'ladi. Rahmat. Keling endi siz bilan Xitoyda o'qishning qiyinchiliklari va ijobiy tomonlari haqida gaplashamiz. Siz uchun eng katta qiyinchilik nima bo'lgandi va uni siz qanday qilib yengdingiz? Aslida aytganda birinchi kelganimda til barrierasi ancha qiyinchilik tug'dirgan menda, chunki Xitoy tilini umuman bilmasdim, ingliz tilim chala edi. Lekin o'z ustimda qattiq ishladim, sekin xitoylik do'stlar oldim. Yaxshi. Xitoy nima bizda yana savol bor. Bu bizning talabalarimiz juda ham qiziq bo'lgan savollardan. Bir oy davomida yeb ichish xarajatlari, yashash xarajatlariga o'rtacha hisobda qancha pul xarajat qilasizlar? Xo'sh, o'zimni kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'zim ovqat qilardim xonada, ya'ni o'shanda ovqatimni o'ziga endi men o'zim ya'ni yaxshi produktlarni olaman, misol qimmatroq olmagan va o'zim sarflagan shu $120-130 shu ovqat masalalarini sarflardim va ba'zida ko'chadan olaman. O'shani hali hammasi hisoblangan shu $120-130 bo'ladi. Undan tashqari yana boshqa xarajatlaringiz bo'ladi. Misol uchun svetka pul to'laysiz, ya'ni qish oylari va yoz oylarida konditsioner doim ishlatadigan bo'lsangiz, unga o'rtacha bir oyiga 100 mingdan ketadi. Ya'ni bu 180 mingdan desangiz bo'ladi. Undan tashqari o'sha o'zidan kelib chiqib biror joyga aylanishga boraman desa boshqa o'sha narxlar oshadi. Demak, $100-150 bilan o'rtacha yashasa bo'ladi. Ha, agar 200-250 bo'lsa, ya'ni ham yaxshiroq, komfortroq yashayoladi. Ya'ni baribir O'zbekistonda ham bir xil sistema, shu qancha pul bo'lsa, yaxshi yashab ketaverasiz. Rahmat. Bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Talabalar uchun qanday imkoniyatlar yaratilgan? Bo'sh vaqtimda deyarli bo'sh vaqtimiz bo'lmaydi. Chunki dars qilamiz, darsdan tashqari Xitoy tili bor, Xitoy tilini o'rganamiz. O'sha bo'sh vaqtimda o'sha Xitoy tili, o'sha boshqa ishlarni qilaman. Rahmat. Xitoyda o'qishni sizga bergan eng katta foydasi va ijobiy tomonlari nimada deb o'ylaysiz?
Xitoyda o'qishning eng katta foydasi meni har xil do'stlar orttirdim va o'zimning bilimimni oshirdim. Bemalol. Rivojlandingizda. Qo'shimcha savol berib ketavering, kesib tashlaymiz. Sizga yana bitta keyingi savolimiz bu universitetda talabalar hayoti haqida, kampus, yotoqxona haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, yashash tarzi qanaqa, o'zi dars jadvallari qanaqa, qaysi vaqtlarda dars bo'ladi, qaysi vaqtlarda xonada bo'lishadi, qaysi vaqtlarda dars qilishadi. Xo'sh, yotoqxonaga keladigan bo'lsak, yotoqxona kechasi 11 da yopiladi, hafta kunlari, dam olish kunlari, juma va shanba kunlari esa 12 da yopiladi. Ya'ni 1 soat qo'shimcha ekstra time beriladi ularga. O'qish vaqtlariga keladigan bo'lsak, birinchi paralar 8:00 da boshlanadi. Ikki para o'qiydigan bo'lsangiz 12:00 da tugaydi va 1,5 soat vaqt beradi sizga ovqatlanishingizga. Va keyingi qism 1:30 da boshlanadi, 5:30 gacha bo'ladi va yana oxirgi kechki qism bor. Bu 6:30 dan 8:30 gacha bo'ladi. Shunday. Qolgan paytda bo'sh bo'lsa va haftani juma, shanba kuni, shanba va yakshanba kunlari dam. Xitoylik talabalar bilan do'stlashish, ular bilan madaniy aloqalar qanday kechmoqda? Do'stlashish yaxshi. Masalan, hozir magistraturada o'qiydigan bo'lsam, xitoylik kursdoshlarim bor. Ular bilan aloqalarimiz yaxshi. Madaniy aloqalar ham yaxshi, chunki Xitoy xalqi o'zi ko'ngli ochiq xalq. Yordamni ayamaydi. Biz kelganimizda ham ko'p holatlarda yordam so'ragan bo'lsak, har doim yordam berishgan. Rahmat. Sizga yana bitta qiziqtirgan narsa bizani o'qishdan tashqari, darsdan tashqari mashg'ulotlar, misol uchun har xil talabalar uyushmasini ko'rdik, bu yerda sport seksiyalari, sport bilan shug'ullanish, qo'shimcha mashg'ulotlarga qatnashish, ular tartibi qanaqa? Xo'sh, o'zi har doim e'lonlar berib boriladi. Institut o'zini ofitsial veb-saytida bu haqida va o'sha siz aytgandek har qanday klublarga qo'shilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni xitoyliklar o'zlari terma jamoalar qilishadi, futbol bo'yicha musobaqalar bo'ladi yoki uzoqqa yugurish, shunaqa katta festivallar ham bo'lib turadi yoki Dragon Ball degan festivallar bor. Ularga qatnashsa bo'ladi. Hammasini o'sha o'zi e'lon berib boriladi ofitsial veb-saytlarda. Endi sizga bitta ekstra bonus savol beramiz. Talabalik davringizdan, aynan Xitoydagi davrda hayotingizda esda qolarli bo'lgan biron bir voqea haqida gapirib bera olasizmi? Xo'sh, esda qolarli juda ham ko'p voqea bo'lgan, lekin eng yaxshilardan biri bitiruv kunlarimiz bo'lsa kerak. Chunki o'sha paytlarda butun hamma o'qituvchilarni yig'ilgandik. Ya'ni 2 yil dars berishga bari bo'ladi. O'zimni supervizor, ya'ni o'qituvchim bilan ko'rishganlarim, ular bilan yordam berganlar va ularni xuddi ba'zi vaqtlar bo'lardiki, bizga xuddi o'zini yaqinlariga qilgan munosabat qilishardi. Ya'ni ovqatlanishga chiqadi. O'sha paytlar menimcha juda esda qolarli kunlar bo'ldi men uchun. Savol, hozir talabalarimiz juda ham qiziq. Bir oy davomida ovqatlanish uchun qancha xarajatga ketadi? Ovqatlanish uchun yoki yashash uchun cho'ntak rasxodlar deydi-ku bizda. Umumiy olganda bu o'zimdan kelib chiqadigan olsam, o'zim ko'proq ishlataman. Chunki ko'pincha men xitoylik do'stlarim bilan ko'chaga, restoranlarga va kafelarga boraman. Karaoke, chunki bu xitoyliklar bilan ko'proq vaqt o'tkazganimdan Xitoy tilim yanada rivojlanadi. O'shaning uchun maslahat bergan bo'lardim. Faqat yotoqxonada ovqat qilib undan qolmasdan xitoylik do'stlar orttirib, open mind bo'lib. Rahmat. Keling endi o'qish va ta'lim jarayoni haqida ham ozgina gaplashamiz. Boyagi Sujo texnologiyalar universitetini o'qish jarayoni O'zbekistondagi universitetlardan qaysi jihatlari bilan farq qiladi deb o'ylaysiz? O'sha birinchi aytardimki, albatta o'qishga bo'lgan e'tibor. Bu yerda juda ham asosiy o'qishga qaratiladi. Bundan tashqari talabalar bilan va o'quvchilar orasidagi munosabat juda ham yaxshi. Ya'ni do'stona munosabat qilishgan va o'qish jarayonlari juda ham yaxshi. Va bundan tashqari umuman xitoyliklarning mehnatga, umuman o'qishga bo'lgan salohiyati meni juda ham o'ziga tortgan va shuni hisoblagan
bor. Qushdagi qarshi tomonlar. Rahmat. O'qituvchilar va dars metodikalari haqida qanday fikrdasiz? Siz uchun eng qiziq fan yoki loyiha qaysi biri bo'lgan? O'zimga qiziq fanlardan biri bu albatta o'zi tilga qiziqaman. Xitoy tilini juda ham qiziqarli bo'lgan. Undan tashqari aytilgan fanlarim injiniring sohalari bo'yicha, ya'ni kompyuter sohasi bilan bog'liq bo'lgan fanlar juda ham o'zimga juda ham qiziqaman fanlarga. Ya'ni o'sha bizning sohamizda aynan texnologiya, IT yoki boshqa o'sha sun'iy intellektlar bilan bog'langan qismlari juda ham qiziqarli bo'lgan va o'sha fan eng yaxshi fan. Rahmat. Ingliz va xitoy tili darslariga qanday moslashdingiz? Til borasida qanday qiyinchiliklar bo'ldi kelganingizda? Albatta bu yerga keladigan ko'pchilik o'quvchilar ingliz tilini common so'zlarni o'rganib kelgan, ya'ni ko'chada ishlatiladigan umumiy so'zlardir, lekin agar texnika bo'yicha so'zlar bo'ladi, ya'ni har bir sohani o'zini texnik so'zlari bor. O'shalarda ozgina qiyinchilik bo'lgan, lekin albatta sekin-sekin o'zingiz ko'nikib borasiz. Xitoy tiliga keladigan bo'lsak, albatta agar xitoy tilini o'rganib kelishsa bu juda ham yaxshi. Agar bilishmasa ham, lekin bu yerdagi xitoyliklar juda ham do'stona bo'lganligi uchun uni tezroq o'rganib. Rahmat. Sizga yana bitta savol. Hozirgi kunda Jizzax Politexnika institutida o'qiyotgan va kelajakda 2+2 dasturi orqali Xitoyga kelmoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Birinchi maslahatim bu til, ingliz tilini iloji boricha yaxshiroq o'rganib kelish. Ikkinchisi, agar imkoni bo'lsa, xitoy tili. Chunki kundalik hayotga kerak bo'ladi, ko'chada yoki boshqa joyda. Agar imkoni bo'lsa, xitoy tilini o'rganish. Shu kelishsam bu yerda ham nazariy ham amaliy bilimlarni boyitishi mumkin. O'qib o'zini ustida ishlansa. Rahmat. Suhbat uchun ham sizga katta rahmat. Jizzaxda o'qiydigan 2+2dagi talabalar keyingi yil ushbu universitetga kelishadi. Ushbu talabalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Foydali maslahatlar yangi kelayotgan talabalarga. Ularga maslahat bergan bo'lardim. Ingliz tilini yaxshiroq o'rganishini, agar iloji bo'lsa, ozgina xitoy tilini, davlat so'zlarini bilishlarini maslahat berardim. Chunki birinchi bor Xitoyga kelayotgan odamda ancha hayajon bo'ladi. Agar til barierasi bo'lmasa, qiyinchilikga duch kelishi mumkin. Rahmat sizga. Sizga yana bitta savol. Hozirda Jizzax Politexnika institutida o'qiyotgan va kelajakda 2+2 dasturi orqali Xitoyga kelmoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahatlar berasiz? Birinchi beradigan maslahatim qanday bo'lardi? Albatta ingliz tilini eng kamida yaxshi o'rganib kelishlarini maslahat bergan bo'lardim. IELTS darajasiga keltiradigan bo'lsak, hech bo'lmaganda 5 yoki 5,5 darajada bo'lsa, ularga hech qanaqa qiyinchilik tug'ilmaydi. Va undan tashqari agar imkoni bo'lsa, albatta xitoy tilini ham o'rganib kelishsa, bu keyinchalik kelganlaridan keyin mahalliy aholi bilan gaplashuvchi va boshqa proseslarga o'zini ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, ma'qul suhbat uchun rahmat sizga.